Kokoshani qornini qaranglar, ujis. Hozir eshitsanglar shokka tushib qolasizlar nima bo'lganini. Bundan 1,5 oy avval qornini operatsiya qilib kestirgandi. Sababi ortiqcha semizligi tufayli. Operatsiyadan qolgan chandiqlari bitishi o'rniga ko'rib turibsizlar, chirib ketyapti, qorayib ketgan. Qornini ichi ham yiringlab ketgan. Operatsiyadan keyingi holatda ham doktorlar 3 marta narkoz berib qornini atroflarini yiringlarni tozalagan, lekin baribir foyda bermagan. O'sha bu qornini qorayib ketgan joyini yana qaytadan kesish kerak. Kesgandan keyin yana unga koja qo'yish kerak. O'sha koja yetmaydi yana qorniga. Halimaxonim Ibragimovani qornidagi bo'lib qolgan. Bu doktorlar sportlardan yutib olganmisizlar? Shunchalik darajaga borguncha ham yuraverdimi doktorlar? Buni zudlik bilan Hindiston yoki Turkiyaga olib borib oldini olmasa, bu yerda shunchaki o'lib ketadi. Hurmatli bo'g'irsoq qizlar, nima qilasizlar kimlargadir yoqaman deb Alloh bergan tananglarni qiynab, mana bu ahvolga solib. Semizi ham, orog'i ham o'zini o'rni bor. Hammaga birday yoq bo'lmaydi. Maslahatim operatsiya qildirmanglar. Alloh hammani o'zini jupi bilan yaratgan.